tarmoqlari, umuman olganda elektr energiyasini rivojlantirish, muqobilligini jadallashtirish bo'yicha bir nechta chora-tadbirlar kiritilgan. Kelayotgan ustunlar bitta yo'nalish, bitta keladimi, ikkita ishda bo'lib keladimi? Ularni qo'ygan paytda shu ro'yxatdan o'sha bloklarga ancha ta'sir bo'lgan ekan. Bugungi jamoat eshittiruvi hammamiz uchun manfaatli bo'ldi. Bu ayniqsa tumanimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, kommunikatsiya, xizmat ko'rsatish, logistika sohalarining rivojlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shadi degan umidda biz. Bugungi kunda biz Samarqand viloyatiga keldik va Samarqand viloyati bir nechta tumanlari bo'yicha yuribmiz. O'z o'rinda atrof muhit, ekologiya ta'sirlari bo'yicha jamoat eshittiruvlarini o'tkazmoqdamiz. Samarqand viloyati Sug'diyonning stansiyasi va Qashqadaryo viloyati Tolimarjon stansiyasini bir-biriga bog'lovchi 224 kilometr bo'lgan yangi 500 kilovolt yuqori kuchlanishdagi havo liniyasi orqali elektr tarmog'i tortilishi rejalashtirilmoqda. Juri Energy Consulting MCH tomonidan Vazirlar Mahkamasining 540 sonli qaroriga asosan jamoat eshittiruvlari o'tkazildi. Ushbu jamoat eshittiruvlari Nurobod, Pazdarg'om, Samarqand tumani va Urgut tumanlarida o'tkazildi. Ushbu rejalashtirilayotgan loyiha bo'yicha mahalla faollari tomonidan hech qanaqa noroziliklar bildirilmadi. Ushbu loyiha Davlat ekologik ekspertiza markaziga belgilangan tartibda topshirilishi tavsiya etildi.